Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ilmiy ekspertizadan o'tkazish bo'yicha namunaviy uslubiyot Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur uslubiyot normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ilmiy ekspertizadan o'tkazishni tashkil etish, unda foydalaniladigan tadqiqot usullari hamda ilmiy ekspertiza natijalari bo'yicha xulosani tuzish va rasmiylashtirish tartibini belgilaydi. Ilmiy ekspertiza quyidagi tadqiqot usullaridan foydalangan holda o'tkazilishi mumkin: qiyosiy huquqiy tahlil, lingvistik tahlil, tarixiy tahlil, modellashtirish va vaziyatli tahlil, intervyu olish, aqliy hujum, davra suhbati, so'rovnoma o'tkazish. Hukumat qarori bilan nomoddiy madaniy meros namunalarini ro'yxatga kiritish yoki undan chiqarish bilan bog'liq davlat xizmatlarini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Mazkur reglament jismoniy va yuridik shaxslarga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz va davlat xizmatlari markazlari orqali nomoddiy madaniy meros namunalarining milliy va mahalliy ro'yxatlariga kiritish hamda ulardan chiqarish, shuningdek, ularning ushbu ro'yxatlarga kiritilgan yoki kiritilmaganligi to'g'risida ma'lumotlar olish bilan bog'liq davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibini belgilaydi. Reglamentga ko'ra nomoddiy madaniy meros namunalarini milliy ro'yxatga kiritish yoki undan chiqarish masalasi ilmiy metodik kengash tomonidan, mahalliy ro'yxatga kiritish yoki undan chiqarish masalasi ekspertlar guruhi tomonidan ko'rib chiqiladi. Hukumat qarori bilan bo'sh turgan davlat ko'chmas mulk obyektlarini xatlovdan o'tkazish va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish markazi va uning hududiy boshqarmalari davlat mulki axborot tizimida bo'sh turgan davlat ko'chmas mulk obyektlarining hisobini yuritish sohasida quyidagilarni amalga oshiradi. Toifalarga ajratish bo'yicha bo'sh turgan, me'yorga asosan ortiqcha maydon aniqlangan, qurilishi tugallanmagan 1 yildan ortiq muddatda samarali foydalanish choralari ko'rilganligi bo'yicha rivojlantirish dasturlariga kiritilgan, ommaviy savdolar orqali sotilishi belgilangan, davlat xususiy sheriklik dasturiga kiritilgan, ijaraga berish uchun ommaviy savdolarga chiqarilishi belgilangan. Yangi O'zbekiston universiteti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. 2025-2026 o'quv yilidan universitetning magistratura mutaxassisliklari talabalariga Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ta'limning bakalavriat bosqichiga joriy qilingan davlat grantini ajratish tartibi joriy etiladi. 2027-yil 1-dekabrgacha universitet uchun olib kelinadigan va muqobili O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan qurilma, dasturiy va texnik vositalar, butlovchi qismlar bojxona to'lovlaridan qo'shimcha qiymat solig'i, aksiz solig'i va bojxona rasmiylashtiruvi yig'imlaridan tashqari ozod etiladi. Qarorga ko'ra universitetda texnika va tibbiyot sohalaridagi ilmiy tadqiqot loyihalarini grant asosida moliyalashtirishning yangi mexanizmi joriy etiladi. Bunda ilmiy tadqiqot loyihasini 1 yillik moliyalashtirish qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 2500 barobardan yuqori bo'lgan hollarda ushbu loyihani moliyalashtirish xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingida yuqori 30 talik ro'yxatga kirgan oliy ta'lim tashkiloti xulosasi asosida amalga oshiriladi. Ilmiy tadqiqot loyihalariga ajratilgan mablag'larning kamida 60% ushbu loyiha doirasida foydalanish uchun tegishli asbob-uskuna xarid qilishga yo'naltiriladi. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti negizida Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti tashkil etiladi. Universitet respublikada pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha yetakchi oliy ta'lim tashkiloti etib belgilandi. 2025-2026 o'quv yilidan universitetning boshqaruv tizimi Yangi O'zbekiston universiteti tajribasi asosida tubdan takomillashtiriladi. Universitetning mavjud 14 ta fakulteti maqbullashtirilib, 6 ta pedagogika oliy maktablari tashkil etiladi. 2025-2026 o'quv yilidan pedagog kadrlarni tayyorlash faqat kunduzgi va kechki ta'lim shakli bo'yicha tashkil etilib, sirtqi ta'lim shakliga qabul amalga oshirilmaydi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra quyidagilar O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish loyihasining asosiy maqsadlari etib belgilandi. Jumladan, 2025-2029 yillar davomida zamonaviy standartlar asosida kamida 58 ta maktab qurish va 72 mingdan ziyod qo'shimcha o'quv o'rinlarini yaratish orqali sohadagi navbatlilik koeffitsiyentini kamaytirish
kamaytirish, kamida 500 nafar nogironligi bor o'quvchilar uchun inklyuziv ta'lim sharoitlarini yaratish, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini xalqaro talablarga muvofiqlashtirish, kompetensiyalarga asoslangan ta'lim tamoyillarini joriy etish, laboratoriya mashg'ulotlarini STEM standartlariga muvofiq tashkil qilish, xalqaro talablar va yondashuvlar asosida 36 ming nafar pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash, malaka oshirishning aralash o'qitish modelini joriy qilish. Hukumat qarori bilan mahsulotlar, tovarlar va xizmatlar yagona elektron milliy katalogini yuritish hamda undan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ishlab chiqariladigan va import qilinadigan tovarlar hamda ko'rsatiladigan xizmatlar milliy katalog obyekti hisoblanadi. Milliy katalog quyidagi holatlarda va maqsadlarda ishlatiladi: elektron hisobvaraq fakturalarni rasmiylashtirishda, onlayn NKT cheklarida, bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirishda, bojxona chegarasidan birinchi marta olib kirilayotgan tovarlar bundan mustasno, qonunchilik hujjatlarida belgilangan boshqa holatlarda. Milliy katalogdan internet jahon axborot tarmog'idagi tasnif.soliq.uz rasmiy veb-sayti orqali foydalaniladi. Umumiy o'rta ta'lim sohasi xodimlari o'rtasida yil o'qituvchisi hamda kasbiy mahorat yetakchisi tanlovlarini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2026-yildan har 2 yilda bir marta quyidagi tanlovlar o'tkaziladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari o'rtasida yil o'qituvchisi tanlovi, pedagogik mahorat markazlari direktorlari o'rtasida kasbiy mahorat yetakchisi tanlovi. Qaror bilan quyidagi nizomlar tasdiqlandi: yil o'qituvchisi tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi, kasbiy mahorat yetakchisi tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi. Tanlovlar yakunlariga ko'ra g'olib deb topilgan har bir nomzod QR kodli sertifikat bilan taqdirlanadi. Sertifikat asosida g'oliblar bazaviy hisoblash miqdorining 1400 baravari 525 millionga teng pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Al-Xorazmiy universitetini tashkil etish hamda axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra muhandislik va IT sohasida kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan Al-Xorazmiy universiteti tashkil etiladi. Universitetning asosiy faoliyat yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, matematika, aerokosmik texnologiyalar, muhandislik, IT va sun'iy intellekt sohalari uchun zamonaviy bilim va malakaga ega oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash, ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi mavjud ehtiyojlardan kelib chiqib, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, shuningdek chet ellardagi nufuzli tan olingan ilmiy markazlar bilan yaqindan hamkorlik qilish, talabalarni ilmiy va innovatsion faoliyatga keng jalb etish. Universitetda ta'lim jarayoni 2025-2026 o'quv yilidan tashkil etiladi hamda talabalarni o'qitish davlat va ingliz tillarida kredit modul tizimi asosida olib boriladi. Romanovskiy nomidagi matematika institutining Urganch filiali universitet binosida tashkil etiladi hamda har bir ilmiy xodimga talaba biriktirish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Universitetda ta'lim jarayoni davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi.